Так, сегодня мы начинаем новый лекций курс CSS позиционирование, слой, media queries и адаптивный responsive подход, введение в JavaScript, синтаксис, применение и типы и операторы. Первый CSS позиционирование, слой, media queries и responsive подход. Ну, свойство position управляет тем, как элемент располагается на странице. Варианты первый static. Это было так. Misol uchun div tagi ochadigan bo'lsak, odatda bu misol bir p tagida p tagi ichida bitta this is position the static attribute deb qo'yamiz. Build mana tagni berishni bilasizlar, style tagi и undan keyin position. Biz ana shu position attributini ko'rib turibmiz. Position odatda static. Bu static tagi bilan o'zi default hisoblanadi. Ya'ni position tagiga hech nima bermaganimiz va mana shu static tagini ishlatganimiz ikkalasi bir xil. Ya'ni default holat hisoblanadi. Endi hozir mana shu internetda o'zgartirib oladi. Flashback eshitilib turibdimi? Border Xo'sh, position attributiga qiymat berdik. Undan keyin border yozib qo'ydik. Endi orqasi bir alohida rangda bo'lib tursin degan ma'noda borderni black qilmaymiz. Oddiy solid green rangida qo'yamiz. Ana keyin qo'sh tirnoq bilan qiymatni ilamiz. Va natijasini ko'ramiz. Bu tarafga bosamiz. Review File Explorer. Nabay. Demonstratsiya o'chib qoldi, ha? Hozir to'g'rilaymiz. Endi ko'rindi. Davom ettiramiz. Demak, div tagi style attributini bilasizlar, undagi position svoystvasiga, ya'ni propertysiga static berdik. Endi boshqalardan farq qilsin deganda bitta ramka qo'yib qo'ydik. Buni ishlatamiz. Xo'sh, HTML File Explorer ochamiz. Xo'sh, mana odatdagi har doim beradigan stilimiz. Endi mana shu positionni statikini olib tashlab ko'ramiz. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Demak, mana shu positionda static qiymati, position svoystvasini static qiymati, demak default holat hisoblanadi. Xo'sh, keyingi следующий relative.
Элемент остается в потоке, но может быть смешан относительно своего исходное положение. Так, position, relative top, piksellar berilgan bu yerda. Keyin div. Ishlatib ko'ramiz. Yangitdan div ochamiz. Div. Xo'sh, hozir relativ edi. Div degan ochdik. Ichiga bu p parametri ichida qo'yamiz. This is position nuqta statika emas, endi relativ. Relativ nomi bilan aytib turibdi, boshqasiga bog'liq. Property. Mana buni atribut emas, property deb qo'yadi. Atribut, mana bu style atribut, bu yerdagi borderimiz ana shu property hisoblanadi. Ishlatamiz. Bu yerda style atributi va position nuqta relative. Mana bo'ldi. Endi undan tashqari bu yerda top, left degan qiymatlari bor. Demak, bizda ana shu relativ degan elementimiz ana shu saytimizda, ya'ni sahifamizda qayerda turganini oldindan belgilab bersak bo'ladi. Yozamiz. Virgul, misol uchun top deganimiz yuqoridan 20 piksel pastga tushsin. Left chapdan misol uchun 50 piksel, xohlasak o'ng tarafdan right dan yana 50 piksel, 50 piksel farqli bo'lsin, 70 piksel bo'lsin. Keyin border solid red bo'ladi. Mana shunday o'zgartiramiz. Buni yopib qo'yaman. Natijani ko'ramiz. Mana. Bu e'tibor bersangiz, yuqoridagi statik tipdagi buni pastroqda qo'yali. Statikimiz, e'tibor bersangiz, saytni to'liq egallab turibdi, lekin mana bu ikkinchi o'ngdan 70 piksel deganimiz hali sahifamiz to'liq ochilmagan bo'lsa ham, mana ekronni sal kichiklashtiramiz, baribir o'ngdan mana shu 70 pikselni qarab olyapti. Bu hozir relativni ana shu absolut nimasi qiymati bilan ishlatganda yaqqol ko'rinadi qanday ekanligi. Buni hozir 100% likda qo'yib qo'yaylik. Demak, yuqoridan qo'shdik 20 piksel, chapdan 50 piksel, o'ngdan 70 piksel qo'shdik. Endi keyingi absolut элемент вынимается из потока и позиционируется относительно ближайшего предка с position, relative, absolute или fixed. Xo'sh, ishlatishni ko'ramiz. Absolute, bu yerda div style position, relative, keyingi uning ichida joylashgan absolute. Buni ko'rsatamiz. Xo'sh. Keyingi div elementini joylashtiramiz. Div. Uning ichidan boshqa div ochamiz. Bu yerda bir p tegi qo'yamiz. This is absolute. Position absolute property. Bu yerga esa mana shu style position absolute o'rniga relativni qo'yamiz. Relative
yuqoridan top 150, left 150 border bu ko'k bo'lib tura qolsin. Bu ikkinchi uning ichida joylashgan divga style nima position absolute qiymatini qo'yamiz. Misolimizda nima ko'rsatilgan? Absolute top right. Demak, absolute top 2.0 yuqoridan 0 piksel, ana keyin o'ngdan 0 piksel ochilsin. E'tibor beramiz. Demak, relativni ichida absolute propertiesiga ega bo'lgan ikkinchi divni joylashtirdik. Xo'sh, ikkinchisi mana ochildi. Ichidagi element mana quyidagicha ko'rinishda. Yuqoriga yopishgan holatda nima o'ng tarafda joylashgan. Xo'sh, bu yerda position absolute right boshdagida relative joylashtirdik. Absolute knopka правом верхнем углу. Yana mana bo'ldi. Mana shu ko'rinishda relativni va absolutni joylashtirish mumkin. Keyingisi. Bu yerda mana bu W school'dan ko'rishingiz mumkin. Relative va absolutni joylashishini. Bu yerda bir yaxshiroq misol joylashtirilgan. Xo'sh, buni bajardik. Fixedni keyingisida mana shu misolni ko'rsatmoqchi edim. Xo'sh, eni bo'yi joylashtirildi. Solid right. Mana shu birinchi relativga eni bo'yini joylashtiramiz. Width 2.3 700 piksel, height 300 piksel qo'yamiz. Mana bunda ko'rinib turgan bir lenta bo'lib qolmasin. Ishlatamiz. Mana bunga ham bir border qo'yib beradi. Mana qayerda joylashdi? O'ngdan 0 piksel, yuqoridan 0 piksel. Demak, ichiga joylashtirganimizda mana shu relative va absolutni ishlatsak bo'ladi ekan. Bundan tashqari flexbox variantlari ham bor. Buni dars davomida ko'rib o'tamiz. Следующий fixed элемент закрепляется относительно окна браузера. Часто используется для меню или кнопок. Yozilishi quyidagicha bo'ladi. Xo'sh. Boshqa bir div ochamiz. Div. Xo'sh. Property ichida qo'yamiz. This is fixed. Position fixed property. Bu yerga qo'yamiz. Style. Xo'sh. Styledan keyin position fixed. Keyin bottom left border purple background color light gray qo'ymaymiz. Boshqa rangni qo'yamiz. Mana shu svet. Yo'q, mana shunday svet. Orqa foni light gray bo'lib tursin. Xo'sh. Bottom left ham bottom pastdan 0 piksel, left chapdan 0 piksel. Buni xohlasak o'zgartirsak bo'ladi.
yuqorida chiqadigan qilib hozir ishlashini qarab ko'rsatib o'taman. Yozamiz. Mana pastda this is position fixed deb nima chiqardi. Scrolling qilganimizda ham bemalol o'zini holatida turadi. Mana shu yerga joylashgan holda biza bemalol mana scrolling qilib turibmiz. U sal kattaytiradi. Mana scrolling qilamiz, baribir o'ng yo chap pastki burchakda joylashib turibdi. Bu odatda menyularda yaxshi chiqadi, bottom demaymiz. Top 0, left 0, keyin bu yerda width misol uchun 100% qo'yadigan bo'lsak, ishlatamiz. Mana yuqorida hammasini ustiga chiqib turibdi. Bemalol scrolling qilgan paytimizda mana shu saytlarda ko'rsangiz menyular satri, yuqorida joylashgan menyular satri scrolling qilish natijasida yuqoriga ko'tarilib ketmaydi-ku. Aynan shu jarayonda nima shu joyda turadi. Fixed misoli shunday. Davom ettiramiz. Следующий sticky. Комбинация relative и fixed. Элемент ведет себя как обычный, пока не дойдет до заданного расстояния. Demak, header uchun qo'yilgan sticky top 0, background white. Ishlatib ko'ramiz. Buni bu CSSda misolini ko'rganimiz yaxshiroq. Salutni ko'rdik, sticky. Bu aynan mana shu fixed va ana shu relativni nimasi? Universali desak yaxshiroq bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana saytda tuzilgan, yuqoriga scrolling qilganimizda yuqorida yopishib turadi. Bemalol mana shu stilni berib, qaysidir bu yerda emas ekan, bunda stickyda ekan, bemalol foydalansak bo'ladi. Xo'sh, o'zgartiramiz, buni top qilmaymiz. Keyingi div elementi patagi ichida this is position sticky style beramiz. Style position sticky static bo'ldi. Sticky. Xo'sh, keyin top border solid purple rangini o'rniga boshqa bir rang qo'yaylik. Ko'k rang bo'lsin, background color mana shu bo'ladi. Ishlatamiz. Mana position sticky o'rtada turibdi. Buni bemalol scrolling qilganimizda baribir shu yerda saqlanib qoladi. Xo'sh, sticky top joylashtirdik. Endi boshqa elementlar joylashgani sabab mana shu sal yuqoriroqda bo'lishi kerak edi. Top 100 da bo'lishi kerak edi. Top 100 position topni qo'ydik, backgroundni qo'ydik. Boshqa elementlar joylashgani sabab menimcha pastga tushib qoldi. Agar yuqoriroqda qo'yadigan bo'lsak, bemalol yuqorida tursa bo'lar edi.
Bemalol hozir o'zgartirib scrolling qilsak, mana shu o'zi saqlangan joyda turadi. Keyingi слой z-индекс. Свойство z-индекса управляет порядком наложения элементов, кто поверх кого работает только с position и stat. Ya'ni positionimiz statikka teng bo'lmagan holatlarda ishlaydi ekan. Xo'sh, ishlatishni ko'ramiz. Mana shuni kopirovat qilib olamiz. Joylashtiramiz. Mana shu position absolute va передний. Mana shu z indeksi qaysi biriniki katta bo'ladigan bo'lsa, ana shu yuqoridagi, ya'ni ustiga chiqib boraveradi. Ishlatamiz. Buni mana shu yerda sal o'zgartiramiz. Bularni kommentga olib turaylik. Z indeksni enini bo'yini yoki yellow yellow emas, buni yashil boshqa svetda qilamiz. Keyin bunday ko'rsak bo'ladi. Передний sloydagi orqasindagini ajratib tashladi. Buni yaxshiroq ko'rish uchun enini bo'yini ham beramiz. Xo'sh. Width 100 piksel. Bu yerga nuqta virgul width 700 piksel. Ishlatamiz. Mana shu yashilni ustiga передний sloy deb chiqib qoldi. Mana shu z indeks, mana shu misol uchun rasmlarda yoki figurali saytlaringizga bezak berganingizda mana shu z indeksdan foydalansak bo'ladi. Xo'sh, davom ettiramiz. Media queries. Media queries mexanizm позволяющий изменять стили в зависимости от ширины экрана, устройства, ориентации и так далее. Адаптация для мобильных – это код, контейнер, width, максимум контейнер. Yaxshisi buni bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Navigable kopirovat qilamiz. Mana shu divlarimizni olib turamiz. Hammasini bir div ochamiz. Bu yerda bir potegi ichida nima div item 1 div
bitta klass beramiz. Konteyner degan. Konteyner. Xo'sh, klassimiz shunday edi. Konteyner. Endi dilemma. Copyright qilamiz. Buni bilasizlar, copyright qilingan narsani yoki head tag ichida bitta fayl tagi ochamiz yoki style.css fayliga tashlashimiz kerak. Bajardik. Demak, konteyner nomi klass yozildi. Buni maksimal o'zi eni odatda 800 piksel. Agar media query'miz, misol uchun maksimal width 600 piksel deganimizda, biza 600 pikselli ekranimizda eni 100% bo'lsin, paddingi 10 piksel bo'lsin deb nima berdik? Komanda berdik. Mana shu konteyner tegi uchun. Ya'ni mana shu 600 pikselli ekranimizda konteyner klassi quyidagicha stilni oladi. Xo'sh, ishlatamiz. Mana item 1, item 2, item 3 bo'lib turibdi. Yaxshi, shuni bir orqa fon beraylik. Yaqqol ko'rinadi. Background color yellow tursin. Keyin mana bu yerda background colorimiz blue bo'lsin. Blue mana shunday bo'lsin. Ishlatamiz. Mana 700 piksel bo'lib turibdi. Bizani telefonimiz emas, shu kompyuterimizning ekranida. Agar uni yiriklashtirib, katta, misol uchun mana kattalashtirib keldik. Bu degani endi telefonning ekraniga moslashib keladi. Plus yana bir marta bosadimmi? Mana 600 pikseldan kichkina bo'lib qoldi. 600 pikselga kelganda orqa foni nima qilsin dedik? Mana shu siniga o'tsin dedik. Endi yana avvalgi holatini qaytaramiz. Qachon kerak bo'ladi? Misol uchun menyularingiz bor yoki drop buttonlaringiz, shunga o'xshash galereyalaringiz, ana shunday holatlar, galereya misolida ko'rsatadigan holatlar butun ekranda to'liq ko'rsatilib turadi, lekin telefonning ekraniga kelganda menyularingiz misol uchun satr bo'ylab chiqadigan bo'lsa, telefonning ekranida nima ustun shaklda chiqadi. Xo'sh, buni style css da mana shu misollarda ko'rsangiz bo'ladi. Flexboxlarda yoki oddiy MyGo'da ishlatadigan bo'lsak, hozir ochsin. Mana shu satr ko'rinishida turgan elementlar ekranni kichaytirgan, ya'ni telefon ekraniga kelganda, misol uchun yon tarafdagi sayt barimiz nima qildi? Yopildi. Yanada yaqinlashtirgan sayin mana bularning rangi emas, o'lchamlari o'zgarib bormoqda. Yoki xo'sh, bu yerda ko'rsatamikan? Avvalgi holatini qaytdik. Xo'sh, bular yaxshi o'z usulida. Mana telefonning ekraniga o'tdi. Ochamiz. Mana bularni ochganimizda bemalol ekran to'liq ko'rsanadi. Mana shunday stillarni o'zgartirish mumkin. Ya'ni ekranga moslab stil yozish deyiladi. Endi davom ettiramiz. Keyingi. Xo'sh, responsive подход. Responsive адаптивный дизайн, подход, при котором сайт корректно отображается на всех устройствах. Boyagi aytgan gapimiz, demak, katta ekranlarda yoki notebookingiz ekrani, planshet ekrani yoki oddiy telefoningiz ekranida mana shu dizaynni nima qilish? Chiroyli qilib ko'rsatish. Xo'sh, mana bu display flex, boya aytishim kerak bo'lgan narsa edi. Display flex. Xo'sh, car display mana shu stilni ishlatib ko'rsataman. Copyright qilamiz, kodga tashlaymiz. Div class container emas.
class cards. Xo'sh, davomi. Mana kart uchun boya fleximiz bir satrda turadigan bo'lsa, the flex direction column qanaqa boshqa rangga o'tdi. Xo'sh, davom qilamiz. Mana bu class container emas, class card. Cards ekan. Keyin divlarimizda class card. Ctrl C va class cardni unda orqa foni ko'rinib tursin. Flex light gray emas, boshqa rangda bo'lsin. Mana shu rangda padding qo'yamiz. Flex 1, bunga ham background color white emas, boshqa rang qo'yamiz. Mana ishlatamiz. Elementlarni qo'ydik. Qanday ko'rinadi? Ishlatamiz. Xo'sh, stilni olmadi. Negadir? Container. Cards oldik. Ishlash kerak edi. Stilni olmay turibdi. Menimcha mana shu media queriesni 2 marta yozganimiz uchun olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Demak, birinchi flex deganimiz ana shu divni ichiga buni olib boramiz. Cards deganimiz flexbox soldi oldi. Flexboxning ichiga card, ya'ni item 1, item 2 larni alohida shriftlari bilan spacelarini qo'yib oldi. Xo'sh, endi yiriklashtiramiz. Ya'ni 600 pikselga to'ldiramiz. Mana nima ichidagi row, ya'ni satr ko'rinishida turgan elementlar ustun ko'rinishiga o'tib qoldi. Media queries ana shunday holatlarda ishlatiladi. Endi JavaScript sintaksisi preminni PP operatori. Menimcha sizlarga bunda muammo bo'lmasa kerak. Chunki JavaScript tilini avvalgi kurslaringizda o'zingiz mustaqil emas, fan ko'rinishida o'tgansizlar. Shuning uchun bunga alohida to'xtalmaymiz. Ham praktikada biroz narsa tushuntirib berganman. Sodda tushuntirib o'tib ketaman. Синтаксис JavaScript. JavaScript выполняется в браузере или на сервере Node.js. Команда заканчивается semicolon, ya'ni nuqta virgul bilan ishlatasizlar yoki oddiy enterni bosib, xuddi Pythondagidek ishlatib, ya'ni enterimiz mana shu nuqta virgul borligini bildiradi. Xo'sh. Preminni, ya'ni variables, o'zgaruvchilar. Современные объявления пременных let, ya'ni let kalit so'zi bilan mana shu zamonaviy JavaScriptni o'zgaruvchilari e'lon qilinadi. Let age, keyin age deb qiymatlarini o'zgartirish mumkin. Quyidagicha konstantalar. Nельзя менять значение. Подходить для констант и объектов.
Ya'ni konstanta tipida yaratilgan o'zgaruvchilar, demak, nomi bilan aytib turibdi, konstanta, ya'ni o'zgarmas bo'ladi. Следующий это var. Var устраивающий вариант использовать только для изучения. Demak, var tipi ana shu eski tip hisoblanadi. Letga let kalit so'zi bilan berilgan o'zgaruvchilar varga nisbatan imkoniyati kengroq. Xo'sh, tipi данных types, ya'ni tiplari, JavaScriptni tiplari. Number tipi, string tipi, boolean, null, undefined, object, bundan tashqari array ham function tiplari bor. 2 daqiqa vaqtimiz qoldi. Demak, tiplarni yaratish quyida ko'rsatilgandek, qo'sh tarmoq ichida string tiplar, son tiplari number, keyin boolean tipi, null tipi, undan tashqari massivlarimiz yoki massiv bo'ladigan bo'lsa array tipi yoki map, shunga o'xshash listlar bo'ladigan bo'lsa object, ya'ni klass obyektlari bo'ladigan bo'lsa object deb klassning nomi ko'rsatiladi. Keyin operatorlar xuddi boshqa dasturlash tillaridan farq qilmaydi. Plus, ko'paytirish, qoldiqli bo'lish, katta kichik belgilari, undan tashqari logicheskiy and yoki keyin undov belgilari xuddi boshqa C tillari oilasidan mansub tildek ishlaydi. Muammo yo'q deb o'ylayman. Keyin practical primary. Bunda ana shu yoshi 18 dan katta bo'ladigan bo'lsa, доступ разрешен deb konsolga chiqarish ko'rsatilgan yoki 18 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, доступ запрещен deb ma'lumot chiqarsin deyilgan. Xo'sh, keyin funksiyalarni e'lon qilish quyidagida function kalit so'zi bilan e'lon qilinadi. Keyin funksiyaning nomi va parametrlari va qiymat qaytarilishiga qarab return deb mana shu qiymat qaytish kerak bo'lgan yoziladi. Keyin massivlar bilan ishlash. Let items deb kvadrat qavs ichida beriladi. Push elementi bilan, demak, massivlarga yangi element qo'shiladi. Bundan tashqari, Ajaxda yoki JavaScript DOM degan mavzuda o'tganlarimiz query selectorlar bo'yicha document get element by id ana shular misollari berilgan. Ko'rib qo'yasizlar. Hozircha menda shu narsalar. Savollaringiz bo'lsa, Telegramda lichkaga yozinglar. Uzun vaqtimiz tugayapti.